Ülkemiz tarixidagi eng ig'ir jang qurallari. 6-o'rin turdig'ini Aru chaqsiman palta. Bu jang qurali faqat bir qarmoqla, xuddi bir Aru chaqi o'xshaydigan boshlatib shundaq bo'lganligi uchun mushundaq nom bilan atalgan. Bu nihoyatda ig'ir. Buning dastasining uzunligi 3 metr uzunlikda. Asosli ig'irligi shu 5dagi chaqsiman palta mujassamlangan. Asosli hujum shakli chepish, kesish degandek. Asosli ig'irligi shu 5dagi chaqsiman palta markazlashgan. Shu uchun chapqa vaqtda intayin kuchli zarba bilan chepildi. Bu jang qurolining ig'irligi taxminan 85 chin atrofida. 5-o'rin turdig'ini Yo'fi ishlatgan Qo'sh Umid. Qo'sh Umidni bir ko'rsakli his qilamiz, nihoyat ig'ir bozgan shaklda. Hamda buning hujum shakli unda qilish nayzlarga o'xshashlik kesish, chepish emas, balki urush, qiqibetish, mijibetish, shunami? Bunda ig'ir Qo'sh Umid qilgan hujumning zarbisidan mudofaa ko'rishmi nihoyat qiyin. Yo'fimi o'z zamonasidagi eng damli sarkardalarning birisi bo'lganligi uchun buning ishlatgan jang qurolining ig'irligi nihoyat ig'ir ekan. Bu işletken bu Qo'sh Umidning ig'irligi birisining ig'irligi 60 chin, ikkisining ig'irligi 120 chin deydi. 4-o'rinda turdig'ini Yo'lvas boshliq Bardar Shamshar. Bu qurolni Shangyu ishlatgan, ig'irligi 129 chin atrofida. Bu qurolning yasilishi ismimi xuddi Guayu'ninki Bardar Shamsharga o'xshab ketdi. Hatto shu Guayu'nimi shu Shangyuga o'xshaydiganlar bor. Endi bu Shangyu ishlatgan 129 chinlik bu jang qurolini odat odamning ishlatishi asosan mumkin emas. Buni medirtib ko'tirib bir boshqa bir ishga trap qo'ydiganga ishlatilganmi odat odamning kuchi yetishini atayin. 3-o'rin turdig'ini Sumruq qanotli oltin nayza deydigan. Bu nayzaning bosh tarafidagi naqshlar sumruqning qantiga o'xshaydi. Buningga ham oltindan al berilgan gap. Bir qarmoqqa Lyuboning chasilmiligiga o'xshab ketdi. Biroq Lyuboning chasilmiligidan natijasi ig'ir. Buning ig'irligi 320 chin ig'irlikda deydi. Yo'q, bana. 2-o'rin turdig'ini Javon Liyan ishlatgan yengil naqshlik Qo'sh Umidga. Bu Qo'sh Umidga qarsaqmi boshqa umidlar qaraganda noit yo'g'an, sirtqi shaklim intayin ko'rkam Qashqay naqshlardek bir naqshlar berilgan, ham oltindan al berilgan, ham kuchli ham nafs yasalgan bir jang qurolga. Buning birisining ig'irligiga 400 chin, ikkisi 800 chin keldi. Endi meningcha buni hozirgi olimpik tanarkachilarning buni ko'tirib jang qilish bir usul o'ynash emas, balki bir normal harakat qilishmi menimcha qiyin deb o'ylayman. Chunki masalan Lujishinninki gursini 62 chin, Guayu'ninki 82 chin sako'nlar 30 kilo, 40 kilo oshni ko'tirolmamdi, ishga kishi u bu deb ketibsizlar. Odatdagi 30 kiloluk bir kichik balni ko'targan bilan shtankini ko'targan qat'iy o'xshamaydi. Odatda 25 kiloluk bir un xaltasini mo'ralab 6-qavatga uyga chiqib ketgan bilan 25 kiloluk bir shtankini ko'tarib menib qo'yganlar. Buni Jenshofanga berib chiniqib baqqanlar bildi. Buning kuchinish nuqtasi qat'iy o'xshamaydi. Siz bir 40 kiloluk bir kichik balni yoki bir qiz balni ko'targan bilan 40 kiloluk shtankini ko'targan qasqiblar hep yatılğaş vermeyedi. Hem de ahırda 1-o'rin turdig'ini Tiansha diyeceğim deb nom olgan. Asli bunu demeydigan, lekin Nurg'ullar bek so'rab ketdi. Bunu desem men üzemmi qoyilumidi, balki sizlar qoyilolmaysizlar. Buni mamlakatimizga Jiangsu Qing shahri dedigu deyman. Shu yerda yasalgan 2008-yildan boshlab yasalgan qadimgi shu shamshar qilishlarning nusxasini o'rnak elib, haqiqiy po'lat to'mirdan yasalgan bir shamshar bo'lib, bu shamsharning uzunligi 28 metr. Shamshar jumlar neyz emas. Ig'irligi 7600 chin deydi. Endi buni shu rivoyatlarga divlar ishlatmasa, sizlar biz albatta ishlatammaymiz-da. Lekin buni bir simbol xarakterlik qilish bo'lsa-mu, hargizmi hali shamsharning shaklini chiqiriblar, hali qismni chuqlardan to'qiblar buningda chiqargan narsa emas. Haqiqiy po'lat to'mirda, haqiqiy shamshar yasalgan qilib urib, so'qib turib, şu shamshardan nusxasidan yasalibdi. Shuning uchun Tiansha degan jondagi birinchi shamshar deb nom etdi. Bundaqda sizlarcha Savsovning qo'lidagi 7 yulduzli xanjar jondi birinchi o'rin to'sularmi yoki munu shamshar?